Ramazan Amantay, Dina Tasbulatova, Rustem Almagambetov, Ayjulduz Adaydekova, Akmolda Duliga, Dinmuhammed Ahimov, Shengiz Bebto'la, Darina Ko'shikbayeva, Yerxat Kusayinov, Bakit Alibbayeva, Asxat To'gelbayev, Nurali Pirmagambet va boshqalar. Ssenariy mualliflari Erkinuli Nurjamin, Medet Kalibekov. Rejissyor Darxan Sarkenov. Nahotki ko'zlarimga ishonmayman. Xudoyim, aqldan ozyapman shekilli. Yana qanaqadir sarob ko'rina boshladimi? Kechirasiz, aytingchi, biz hozir qayerdamiz? Daf bo'l. Ko'zimdan yo'qol. Ha, tushundim. Qozoq xonligi hududiga kelib qolibman-da. Qo'rqmang. Men oddiy jinman. 3 tilak ayting va bajo keltiraman. Jin? Xudoyim. O'zing asra. Yo'qol bu yerdan. Daf bo'l. Yo'q, tilak ayting. Men sarob emasman. Orzungiz yo'qmi? Suv ber. Suv. Ikki dona tilak qoldi. Suv. Chanqog'im qolmadi. Yana bir tilak aytsangiz, keyin men ozod bo'laman. Diqqat bilan eshityapman. O'lib qoldi shekilli. Yo'q! 3 tilak. Ko'zingga qara. Kechirasiz. Uzr. Kechiring. Kechiring. Uzr. Tushunmadim. Butun shahardan uzr so'radim. Voy. Ma'zur tutasiz. Rahmat. O, katta rahmat.
Minnatdorman. Salom Aygus. Do'st bo'l, yaxshimisan? Yomon emas. Tug'ilgan kuni yaxshi o'tdimi? Ochig'ini aytsam, juda ham charchadim. Tog'ga bordik, keyin restoran, kechqurun esa qizlar bilan karaoke bariga kirdik. Rosa qiynalibsan-da. Ha, Seni ham taklif qilaman deganding. ha, keyin faqat qizlar yig'ilishga kelishgandik. Aygus, bu senga. Rostdanmi? Ha, Vau! Quloqchin, do'st bo'l, axir bu juda qimmat-ku. qo'yaver. Bo'lib to'lashga oldim. Rahmat. Dam olish kunlari qalay o'tdi? Joyida. Seni hisobotlaringni tugatdim. 3-kvartalda bitta muammosi bor ekan o'shani. Voy, Eldor, salom. Boshing tuzukmi? Ancha yaxshiman. Aygusni ovozi zo'r ekan. Karaoke barda unga hech kim yetolmadi. Qo'ysang-chi. Bu senga? Sovg'ami? Ha, Nima ekan? krushka. Voy! Xuddi shunaqasi kerak edi. Eldor, katta rahmat senga. Juda ham e'tiborli yigitsan-da. Bilsam, men ham krushka olardim. Bo'pti, men ketdim. Do'st bo'l. Xo, ana bu yerda seni bir buvi kutyapti. Bolajonim, yaxshimisan? Ishlaring tuzukmi? Rahmat. Keling, xizmat. Menga muddatli kredit kerak edi. Hamma hujjatlarim tayyor. Ijobiy hal qilib berasan-a? Sizda firma bormi? Nega unda jismoniy shaxs sifatida topshiryapsiz? Hozir kichik biznesni qo'llab-quvvatlash doirasida yuridik shaxslarga kam foizli kredit berilyapti. Bu nima degani? Hozir tushuntiraman. Masalan, mana bu siz. Ko'ylagingiz rangi ham shunaqa ekan. Bu esa firma. Bankka birga borasiz. Bu esa biz. Yo'q. O'g'lim, bu darajada ahmoq emasman. Demak, antiqa mollar sotadigan do'koningiz bor-a? Ha. Do'kon uchun kredit olaman desangiz, foizi albatta past bo'ladi. Voy, bolam, rahmat. Lekin hisobot uchun do'konni suratlari kerak. Shu kunlarda borib rasmga olaman. Pul keyingi hafta hisobingizga tushadi. Voy, buncha yaxshi. Balki hozir men bilan birga borib ishni bitirarsan-a? Xarajatlarini albatta beraman. Yo'q, rahmat. Lekin ko'rinishingdan pulga zo'rga o'xshaysan. Balki yuzim shunaqadir. O'g'lim, iltimos, hujjatlarni bugun rasmiylashtiraylik. Mana shu do'konim bo'ladi. Yomon emas. Mijozlar bormi? Albatta. Kimdir sotib oladi, boshqasi esa topshiradi. Qara. Demak, boshlaymiz. Kimgadir shu matohlar kerakmi? Oluvchilar yetarli. Bunaqa do'konga kirmagan ekanman. Qabrgacha ilm ol deyshadi-ku. Demak, shanba kunlari Arbat ko'chasiga ham sotishga chiqarkansiz-da? Ha, katta omborxonaga o'xshar ekan. Bu senga. Minnatdorchilik sifatida. Menga pora beryapsizmi? Yo'q, bu dinor. Bujon, axir dinor kerak bo'ladigan Quvayt mamlakatida yashamaymiz-ku. Oling. Ay. Sevgilim, qayda qolding? Mana bu-chi. Buvi, hech narsa kerak emas dedim-ku, qo'ysangizchi. Shunchaki sovg'a bu. Olmasang xafa bo'laman.
Bu jon shart emas. Chin dildan aytyapman. Xo'p deng. Shuning shunaqa tarbiya olganman. Dadam shunday o'rgatgan. Mana shuni ol. Buvijon, bo'ldi qiling. Sizga aytdim-ku, hech narsa kerak emas deb. Xo'p, deya qol bolam. Ha, mayli. Balki kerak bo'lib qolar. Ayguz? Tushlikka ketyapsanmi? Ha, Birga borsak bo'ladimi? mayli. Ayguz, dam olish kunlari nima qilasan? Balki teatrga borarmiz. Teatr? Ha, teatr. Hisobotimni qilib bersang boramiz deganding-ku. Yo'q, shunaqa dedimmi? Bilmasam. Dam olish kunlarigacha hali yetib borish kerak. U yog'ini ko'ramiz. Do'stlar, o'tirsam maylimi? Albatta, Eldor o'tir. Do'st bo'l. Ozgina suril. Mayli. Voy, Ehtiyot bo'lmaysanmi? Kechir. Eldor. Ko'ylagingni yechmoqchimisan? Yengi qo'l bo'ldi-ku. Ayguz, dam olish kunlari bo'shmisan? Hali noma'lum. Ishi bo'lsa kerak. Ha, tushunarli. Sendan avval so'ragandim. Qanaqa ish? Noma'lum joy yo'q. Eldor, hech qanaqa rejam yo'q, bo'm-bo'shman. Juda yaxshi. Biror yerga borarmiz. Bo'pti, men bora qolay. Yoqimli ishtaha. Eldor, ishlaring joyidami? Ha, joyida. Men esa barcha hisobotlarni topshirib bo'ldim. Aqldan ozyapmanmi? Ishimni almashtirishim kerak. Dam olmasam bo'lmaydi.
Oyi! Bellarim qotib qolibdi. Amringga muntazirman. Qoch, yo'qol. Daf bo'l. Har doimgidek boshlandi. Ket dedim. Hozir politsiya chaqiraman. Yaxshilikcha jo'na. Qo'rqma. 3 tilak ayt, bajo keltiraman. Keyin meni boshqa ko'rmaysan. Telba bo'lib qolganim aniq. Boshim ishlamay qoldi. Shunchaki oddiy tush ko'ryapman. Do'st bo'l. Do'st bo'l. Nega odamlar bir xil? Ko'p ishlab yuborganman. Do'st bo'l. Bu hech qanaqa tush emas. Ismimni qayerdan bilasan? Hozirgina o'zing aytding-ku. Iltimos, faqat yaqinlashma. Sendan menga hech narsa kerak emas. Faqat tinch qo'ysang bas. O'tiraman, ket. Yo'qol. Qayoqqa ketmoqchisan? 3 tilakni amalga oshirmaguncha hech qayerga ketmayman. Tez-tez orzularingni tila, keyin yalinsang ham qolmayman. Toza havoga chiqishim zarur. Yo'l bo'lsin. Axir o'zing meni ko'zidan chiqarding-ku. Tilaklaringni ayt. Bo'ldi, bas. Men bilan gaplashma. Hech narsani eshitmayapman. Lami, 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 lami. Janoblar. Kechirasiz. Menga yordamingiz kerak. Mana bu qiz hayotimga tahdid qilyapti. Do'st, Nima do'st bo'l? Jonimga tegib ketding. Seni umuman tanimayman. Qanaqadir jin, 3 ta tilakmish. Tinch qo'y meni. to'g'ri, bunga ishonish qiyin. Bo'ldi, boshqa gapirma. Hozir seni qo'lingga kishan solib olib ketishadi. Kechirasiz, sizga nima bo'ldi? Mana bu insonni qo'lga olishning imkoni bormi? So'ramay uyimga bostirib kirdi. Kimni aytyapsiz? Yoningizda hech kim yo'q-ku. Ular meni ko'ra olmaydi. Faqat sen ko'ra olasan. Nega unaqa bo'ladi? Nahotki mana shu qizni sezmayotgan bo'lsangiz? Qanaqa qiz? Cheki bo'lmaganmisan, mabodo? Balki seni ham olib ketarmiz. Bor, yaxshilab uxla. Xo'sh, nima degandim? Uzr. Kechirasiz. Og'ayni, nima chekib olganding? Menga ham ozgina bersang-chi. Ey, o'chir ovozingni. Mashinaga tiq buni. Tor va qorong'i ko'za ichida qancha o'tirganimni bilasanmi? Bilmayman. Bilishni ham istamayman. Umuman qiziqmas. Iltimos, yaxshilikcha meni tinch qo'y. Buning uchun tezroq tilaklarni ayt. Jonga tegding. Yana har doimgidek omadim kelmadi. Nega peshonam bunchalik sho'ra? Qachon meni ham yo'llarim ochilarkin-a? Hali ham tushunmading-ki? Boshqa odam xursand bo'lgan bo'lar. Ey, nega menga bunaqa muomala qilyapsan? Hurmat degan narsani bilasanmi o'zi? Ko'zidan chiqa solib buyruq berasan? Qayoqdan kelib qolding o'zi? Yaxshi, yaxshi, uzr so'rayman. Bo'pti. 3 ta tilak dedingmi? Ha? Qancha tez aytsang, shunchalik mendan oson qutulasan. U holda mana shu stol ustida qovurdoq paydo bo'lsin. Qovurdoq? Qovurdoq. Yo'q. Bunisi kerak emas. 5 barmoq yegim kelyapti. Qaylasi ham bo'lsin. Kartoshka, sho'rvasi ichiga qurt solingan, shunaqasini xush ko'raman. Bemalol.
bajo keltiriladi. Qoyil. Rostdan paydo qilib qo'ydingmi? Qani? Haqiqiy qozoqcha qazi. Bo'ldi, endi ishondim. Endi Oyi, mazali hid kelyaptimi? Qo'shnilardan bo'lsa kerak. Yoki akang uyga ovqat pishirishni biladigan kelin olib kelganmikin? Kelin nima degani? U ham sehrgarmi? shunaqaroq. U faqat qaynonaga bo'ysunadi. Kim bilan gaplashyapsiz? Hech kim. Do'st bo'l. Bu nima? Oddiy sho'rva. Ko'rmayapsizmi, 5 barmoq? Go'shtni qayerdan oldingiz? Qazi ham bor ekan. Do'st bo'l. Qo'ling bunchalik shirin ekanligini bilmabman. Rahmat oyi, osh bo'lsin. Qoyil qoldim. Omon bo'l, ukam. Ochig'ini aytsam, rosa harakat qildim. Zig'ircha ham uyat yo'q ekan. Sen jim tur. Menga aytyapsizmi? O'zim bilan gaplashyapman. O'g'lim bankir emas, oshpaz bo'lishing kerak ekan. Ha, o'zingiz ham oshpazga o'xshaysiz. O'chir ovozingni. Nima dedim? Senga aytmadim. Tushunmadim. Senga ham gapirmadim. O'g'lim, ahvoling yaxshimi? Hammasi joyida. Charchab ketdim. Bo'ldi, uxlayman. Akamga nima bo'ldi? Voy, xom kalla. Do'st bo'l. Shunaqa ham ahmoq bo'lasanmi? 5 barmoq ham so'raydimi? Qanaqadir ovqat uchun butun bir tilakni ishlatib yubording. Ahmoq, to'nka. Bu oddiy 5 barmoq emasdi. Kartoshka, qazi va qaylasi bor edi. Mazali. Bas qil. Endi keyingi istaklar ustida chuqurroq o'ylayman. O'ylashga vaqt yo'q. Qani, tezroq ayta qol, so'ng men keta qolay. Qayoqqa ketasan? Men ham ozod bo'lishni xohlayman. Tor ko'zi ichida o'tiraverish jonimga tegdi. Qolgan orzularingni amalga oshirsam, keyin hur bo'laman. Hoy, uxlashni mo'ljallayapsanmi? Ha, Tilakchi? shoshmay tur. O'ylab olay. Shundoq ham bittasidan ayrildim. Endi dam olamiz. Sen esa ko'chaga chiqib aylanib kel. Aylanib kel deganing nimasi? Hech qayerga bormayman. Shu yerda o'tiraman demagin? Shunaqa. 3 tilakni amalga oshirmaguncha seni tinch qo'ymayman. Nega bunchalik qaysarsan, a? Isming nima o'zi? Otimmi? Ismim Jasmin. Jasmin. Chiroyli ism. Jasmin, iltimos chiroqni o'chirib qo'y. Bu ikkinchi tilakmi? Iltimos. Bo'pti, ovora bo'lma. Mayli, yotaver. Keyin ertalab uyg'otarsan? Bu ham iltimosmi? Ha? Bunga tilak ayt desam iltimos qilgan. Qanaqa odam o'zi bu? Jasmin? O'zingmisan? Ha, menman. Dahshat-ku. Bu kiyimlarni qayerdan olding? Kalavating yonida turgan jurnalda ko'rdim. Hey, birovning narsasiga tegma. Aytgancha, nega ertalab meni uyg'otmading? Hamma ahmoqona talablaringni bajarishga majbur emasman. Shunaqa de. Tilak o'ylab qo'ydingmi? Yo'q, hali qaror qilmadim. Tezlash unda. Nega meni shoshirasan?
nima chekkan bo'lsa ham o'sha narsani undan tortib olishim shart. Bu ishga endi joylashgandim. Yaqinda lavozimda ko'tarishmoqchi edi. Bunaqa kech qoladigan bo'lsam gap eshitishim aniq. Hammasiga sen aybdorsan. Uyg'otib qo'ysang bo'lardi-ku. Bo'ldi. Yordam beraman. Ikkinchi tilagim ham ketib qoladimi? Yo'q, bu shunchaki ko'mak. Nima qilmoqchisan o'zi? Tushunmadim, nima qilding? Vaqtni to'xtatib qo'ydim. Endi ishga ulgurasan. Shuni ertaroq aytsang bo'lar ekan. Xo'sh, ulgurdingmi? Hozir. Bo'ldi. Voy xudoyim. Nima bo'ldi? Bilmadim. Do'stbol, ishga qachon kelding? Ha, salom berdik. Ertalabdan beri shu yerdaman, ko'rmading? Yo'q. Xo'sh, ikkinchi tilakni nima qilamiz? Balki kabob yoki osh kerakdir. Tilla qulog'im senda. Ikkinchi tilak bo'yicha chuqurroq o'ylamasam bo'lmaydi. Necha marta aytishim kerak? Balki uy zarurdir. Yo'q. Mashina, Yo'q. $1,000,000. Bo'ldi, topdim. Ikkinchi tilak. Yaxshi gapir. Hu, anavi o'tirgan qizni ko'ryapsanmi? O'sha meni sevib qolsin. Tushunmadim. Ishonsang, men bilan umuman ishi yo'q. Shunday qilki, mensiz yashay olmasin. Buni sira iloji yo'q. Ha. Yurakka buyruq berib bo'lmaydi demoqchimisan? Balki yaxta kerakdir. Kompyuterim ishlamay qoldi. Senikidan foydalansam bo'ladimi? Albatta, bemalol. O'tirsam mayli? Marhamat. Ha, kel. U holda men uni sevgimga ishontiray yoki boshqa hech qanday tilak aytmayman. Kelishdiga? Tushunarlimi? Xo'sh. Do'st bo'l. Yordam berish tilak o'rniga o'tmaydi. Aniq bir orzuyingni ayt. Kerakmas. Beshafqat ekansan. O'zing shunaqasan. Tushundingmi? Ko'p gapirmay chora top. Ayguzga yetmasam bo'lmaydi. Bunaqada aqldan ozaman. Yo'g'i, boshlamagin. Bo'pti, yordam beraman. Avval unga nima yoqishini aniqlash lozim. Ishni shundan boshlaymiz. Ketdik. Mana bu qo'shiqni xush ko'rarkan. Almatada yo'q, Ostonada yo'q. Qo'yilman. Yana nimalarni bilding? Tishini doim shu pastada yuvadi. O'g'irlab keldingmi? Qani, sevimli qizimni buyumini tez joyiga qaytarib qo'ychi. Rahmating shumi? To'xta. Ozgina surib ket. Rahmat. Bo'shsan.
Ach, du wie die Chance, schon da la chance. Assalom meni. Demak, unga delfinlar yoqar ekan. Ogohlantirib kirish kerak. O'g'ri. Yana oq rangni xush ko'radi. Oq rang? Demak, oq atirgul sovg'a qilaman. Mana bu shokolad uni jon o'tili. Uydan har baloni ko'tarib kelaverasanmi? Bularni nazarda tutmagandim. Tuzukroq ma'lumot topishning iloji yo'qmi? Bu nimasi? Yana asabimga tegishda davom etaversang, seni sichqonga aylantirib qo'yaman. Tushundingmi? Yo'q, iltimos, unday qilma. Jasmin, Serixovna, fikringdan qayt. Kerak emas. Mayli, faqat boshqa narsaga aylantir. Masalan, kapalak. Yoki buqa. Yo'q. Tulpor. Ana, tulpor bo'lishga roziman. Qani, bo'la qol. O'rgildim sendaqa tulpordan. Oho, buni sen olib keldingmi? Yo'q. Hammaga salom. Salom. Eldor, nahotki bular men uchun. Ha. Rahmat. Namuncha chiroyli. Shunaqa emlandovur bo'ladimi? Nega o'zing aytmayapsan? Aytmayman. Nima deding? O'zim shundoq do'stimga WhatsAppda audio xabar yozayotgandim. Karaoke barga chaqiryapti. Murod Nosirov qo'shiqlaridan aytaylik dedi. Men esa rozi bo'lmadim. Chunki A-studioni muxlisiman-da. A-studioni yaxshi ko'rasanmi? Ha? Eng sevimli guruhim-ku. Yo'q. Ha. Men ham sevaman. O'xshashlikni qara. Keyin delfinariyga ikkita chiptam bor. Yolg'iz borishim qanaqa bo'larkin deb o'ylayotgandim. Xullas, sherik izlayapman. Balki Delfinariy? ha? Vahshiy odamlar barcha jonivorlar ustidan pul ishlash uchun tor joyda saqlashlarini bilmaysanmi? Undan ko'ra qo'yib yuborishgan ma'qul. Aygus, men ham shu fikrdaman. To'ppa-to'g'ri gapirding. Bechora delfinlarga chin dildan achinaman. Avvaliga sira borishni xohlamagandim. Qanaqadir g'alati tuyulgandi-da. Eldor, bu shokolad ham sendanmi? Yo'q, shirinlik mendan. Barakalla, dadilroq bo'l, bo'sh kelma. To'g'ri aytdimmi? Balandroq gapir. Aygus! Bu shokolad meni nomimdan. Sovg'a sifatida qabul qil. Rahmat, do'st bo'l. Bitta shokoladga shuncha baqirasanmi? Ikkita sovg'a qilsang nima bo'larkan? Bu safar yutmasak bo'lmaydi. Necha yildan beri finalni boy beryapmiz. Endi basketbol bo'yicha kim haqiqiy chempion ekanini ko'rsatib qo'yish vaqti keldi. Nimani gaplashyapsiz? Ertaga basketbol bo'yicha final bo'ladi. Aha, xabarim bor. Bir marta bo'lsa ham yutinglar. Qizlar bilan muxlislik qilish uchun boramiz. G'alabani senga bag'ishlayman. Rahmat, Eldor. Eshitdilaringmi? Yutqazish noto'g'ri. Xavotir olmay yutamiz. Ko'rsatib qo'yamiz. Buning uchun kechqurun sang'imay, yaxshilab dam olinglar. Basketbol. Yo'q. Yana qanaqa basketbol? Axir men sportchi emasman. Menga ishongin, hammasi joyida bo'ladi. Ahvolimga bir qaragin. Yugurish yo'lda tursin, tezroq yursam hansirab qolaman. Bunaqa ketishda Aygus seni sevib qolmaydi. O'zi uni rostdan yoqtirasanmi? Bilmasam, kamroqmi deyman. Bizni o'yinni hech ko'rganmisan? Bo'pti. Urinib ko'raman. Olja, sen markazda o'ynaysan. Maqsad himoyada bo'ladi. Eng muhimi 5-raqamli o'yinchi. Davlat, seni vazifang
o'shani Zo'r. to'rga yaqinlashtirmas. Rejani ma'qullayman. Barakalla. Qanotdan hujumga o'tsa, o'sha yerga kuch tashlaymiz. 2 kishi hujumda. To'g'ri. Borsangchi. Do'stbo, senga nima kerak? Meni ham jamoaga olinglar. Basketbol o'ynashni qoyilataman. Nega kulasanlar? O'ynashga haqqim yo'qmi? Hoy, Kung Fu Panda, xalaqit qilma. Bo'ldi. Tayyorlaning. Ertaga 7 da yig'ilamiz. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Hali ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh, qalay? Kulmasang-chi. Aks holda umuman o'ynamayman. Bitta fikr bor. Ertaga nima bo'lmasin, jamoada bo'lasan. Qiyin bo'ladiganga o'xshaydi. Qani? Ochchi. Hozir. O'xshamadi. Bor kuching bilan tashla. Bor kuchim bilanmi? Hozir. Qo'lingdan kelgani shumi? Basketbolchi emasman deb aytdim-ku. Hali ham bo'lsa kechmas. Bo'ldi, boshqa kulmayman. Yana bir marta urinib ko'r. Yo'q, boshqa otmayman. Nega osongina taslim bo'lasan, a? Voy. Aka, sigareta chekyapsizmi? Oyimga aytib qo'yma. 10 ming berasiz. Voy. Mana. Aytmaslikka va'da ber. Ertaga basketbol bo'yicha musobaqamiz bor. Shunga biroz asabiylashyapman. To'ppa to'g'ri, sigareta sportchining eng yaqin do'sti. Kulishni bas qilgin. Ukang haq gapni aytdi. Chekishda davom et. Shunda tuzroq o'ynaysan. Shunaqa qiladigan bo'lsang, ikkinchi tilakni hech qachon aytmayman. Aka, qo'lingizdagi aniq sigaretami? Bor, yo'qol. Daf bo'l. Qani? Kredit bo'lim olg'a. Kredit bo'lim olg'a. Kredit bo'lim olg'a. Qadrli do'stlar, basketbol bo'yicha har yili o'tkaziladigan an'anaviy turnirga xush kelibsiz. Kredit bo'limi olg'a. Marhamat, jamoalarni qarshi olamiz. Kredit bo'limi. Kutib oling. Marhamat. Eldor, bosh kelma. Shuningdek, 5 marotaba bank chempioni bo'lgan o'ta kuchli jamoa, qo'riqchi yigitlar, qarsaklaringiz. Muxlislar, kayfiyatingiz qanday? Zo'r! Hujum! Barakalla Eldor. Qoyil! Bo'shashmaymiz, dadilroq. Hakam. Time out.
Bitta bo'lim qoldi. Bunaqasi ketmaydi. Sen nima qilishing kerak edi? Vazifang esingdami? Hujumchiga qara deganmidim? Nahotki shunchalik qiyin ish bo'lsa. Uzr. Senchi qanotga qaramayapsan. Gapir. Meni olinglar. Uyg'oninglar. Balandroq. Xuddi uxlab yotgan pashshaga o'xshaysan. Eldor, men ham o'ynay. Yanada qattiqroq. Hey! Meni ham qo'shlaring. Jim o'tirgan. Senlarga nima bo'ldi o'zi? Obbo. Mazam qochdi. Shu yetmay turganda. O'zi shundoq ham rasvo o'ynayapmiz. Endi undan battar bo'ladi. Do'st bo'l, qo'shil. Barakalla. Do'st bo'l, do'st bo'l. Kredit bo'limi! Qoyil. Chempion! Chempion. Chempion! 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 Qoyil. Do'stlar, ushbu qadahni haqiqiy chempion uchun ko'tarmoqchiman. Do'st bo'l, bugun hammani hayron qoldirding. Sen bo'lmaganingda jamoamiz aniq yutqazardi. Shu sabab kollektiv nomidan rahmat aytaman. Do'st bo'l chempion. Qoyil. Tabriklayman. Rahmat Jasmin. Alo, Havoyi. Bo'ldi, tushundim. Xo'p bo'ladi. Tezda yetib boraman. Aha. Ketyapmizmi? Bir daqiqa. Imkonni boy berma. Kuzatib qo'yaman deb ayt. Imkonni boy berma. Ayguz, haligi, nima deyapman? Ayguz, uyingga kuzatib qo'ysam maylimi? Haligi Eldorga va'da berib qo'ygandim. Yo'q, taslim bo'lma. U holda birga kuzatamiz. Anchadan beri basketbol o'ynaysanmi? Ha, 5 yil bo'ldi. Sen emas, do'st bo'ldan so'radim. Ha, men ham 5 yildan beri 5 oy qo'shimchasi ham bor. Qoyilman. 5 yili 5 oymish. Qiz menimcha sog'yapti. Kurtkangni yechib ber. Ayguz, kurtkamni bersam maylimi? Mayli, rahmat. Tezroq. Hozir. Bo'la qol. Mana deyapman-ku. Senga nima bo'ldi? Men bera qolay. Yo'q, deyarli yechdim. Rahmat Eldor. Arzimaydi. Battar bo'l. Xullas, Delfin haqida aytib ber. Ayguz, delfinlar bolasini xuddi insondek ovqatlantirishini bilarmiding? Buning uchun echolokatsiyadan foydalanadi, faqat jabrasi yo'q. Juda qiziq ovoz tarqatishar ekan. O'ziga xos. Lekin menga ovozlari yoqadi. Uxlashdan oldin ozgina eshitib olaman. Mana, keldik. Shu yerda yashayman. Kuzatib qo'yganingiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha. Bo'pti, qo'ng'iroq qilarman. Men ham qo'ng'iroq qilaman. Ha. Qo'yil, uygacha kuzatib qo'ydim.
Foizni hisoblaganda u menga qanchalik yaqinlashdi? Nima deb o'ylaysan? 99. Rostdanmi? Do'stbol, yashavor xo'roz. 1% qolibdi-ku. Senga nima bo'ldi? Kayfiyating yo'qmi deyman? Ha? Yo, men ortiqcha gapirib qo'ydimmi? Yo'q. Mendan aniq xafa emasmisan? Yo'q dedim-ku. Mabodo Ayguzdan rashk qilmayapsanmi? Ha? Gapir. Aka, doktorga uchrashing. Nega endi? Kasal emasman. Xavotir olma. Shunchaki ishxonada bir vazifa berishdi. O'shani mashq qilyapman. Ha, oyimni mazasi yo'q. Uyga kiring. Shoshma ukam. Mana, ol. Bu nima? 10 ming. Nega beryapsiz? Ha. Men sevaman. Sen sevasanmi? Bo'ldi, cho'zish yaramaydi. Bugun uni uchrashuvga taklif qilasan va ikkinchi tilagingni aytasan. Xo'p bo'ladi, xonim. Og'ayni. Shoshmay tur, gapim bor. Seni deb narkotikni tashladim. Ochig'i gapingga sira tushunmadim. Men ham avval sen kabi narkoman bo'lganman. Keyin mana bu tasvirni ko'rib qoldim. Senda-ku o'xshagan bo'lsa, albatta men ham yutuqqa erishaman degan qarorga keldim. Hozir sport bilan binoydek shug'ullanyapman. Barakalla do'stim. Qoyilman. Hech qachon sportdan voz kechma. Keyin menga rahmat aytasan. Kelishdikmi? Uydagilarga salom ayt. Bo'pti og'ayni. Mayli, yana gaplashamiz. Endi men yulduzmanmi? Ha? Barchangizga chuqur minnatdorlik bildiraman. G'alabaga erishish sira oson bo'lmadi. Hammaga omad tilayman. Jo'shqin kayfiyatda ishlashda davom etinglar. Uydagilarga ham salom ayting. O, chempion. Qalaysan oshna? Zo'r, o'zingchi? Yomonmas. Yaxshi. Voy. Ayguz ko'rinmaydi? Ana, kelyapti. Salom do'stbol. Salom, Ayguz. Ayguz? Kompyuterim qotib qoldi. Senikidan foydalanib tursam bo'ladimi? Ha, bemalol ishlataver. Bitta joyni xodimi bo'lsak. Gap yo'q. Rahmat. Unutmayman. Uchrashuvga taklif qil. Ayguz, xullas, bugun biron yerga borsak degandim. Dadilroq uyalmasang-chi. Bir joyni mo'ljallagandim. Agar band bo'lmasang, balki o'sha yerga boramiz. Albatta, vaqting bo'lsa. Nima deysan, ha? Unaqa emas. Vaqti bor yo'qligini so'rama. Xullas, senga yoqadimi yoki yo'q, kechqurun restoranga boramiz. Mayli. Borsak boraveramiz. Barakalla do'stbol. Men qahvaga ketyapman. Senga ham olib kelaymi? Yo'q, shart emas. Darhol rozi bo'l. Cappuccino. Qalay? Endi u meniki, ha? Shunaqaga o'xshaydi. U holda darhol restoran boshlovchi topib pulni bir qismini albatta berib qo'yishim kerak. QVZchi Musa Galiyev bilan Dorixovni taklif qilmoqchiman. Keyin flash mob ham tayyorlash kerak. Ana u bor edi-ku, haligi 1 2 Hoy, shoshib ketmadingmi? Avval uchrashuvga chiqqanmisan o'zi? Jasmin, ustozingga o'rgatmoqchimisan? Javob ber. Borganmisan yoki yo'q? Bir marta ham. Junus og'a, Nima bo'ldi? hozir ko'rsataman.
sizga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Hech narsaga tushunmadim. Basketbol? Aslida bunaqa o'ynashning imkoni yo'q. Bu yerda sehrgarning qo'li bor. Bektas, nimalar deb boshimni qotiryapsan? Qanaqa o'ynash mumkin yoki yo'qligini men qayerdan bilaman? Yaxshilab qarang. Chetdan qandaydir kuch aralashgani aniq. Ha? Gaping rostga o'xshaydi. Darhol topib yonimga olib kel. Tushundim. Faqat tezroq. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Qo'ldan chiqarib yuborma. Ya xudoyim. Ko'rinishim qalay? Kostyumni qayerdan olding? Ha, buyurtmaga tiktirganman. 2 yil avval to'ylarda boshlovchilik qilgandim. O'shandan beri kiymaganman. Ajoyib kostyum ekan. Rahmat. Unday bo'lsa boshladik. Nimani boshlaysan? Repetitsiya. Men Aygus rolidaman. Qani, o'tirchi. Shartmi, joyida to'qib yuboraman. Tur, ketdik. Nega hali ham o'tiribsan? Ma'qulmi? O'rtacha. Boshqa variantlar yo'qmi? Bunisi-chi? Bu boshqa gap. Shunisi qolsin. Afsuski odam emassan-da. Hey, sal o'zingni bos. Nega ko'zlaringni suzyapsan? Ko'p gapirma. Bo'ldi, boshlaymiz. Ha, to'g'ri. Shunaqa o'tiraverasanmi? Nima qilishim kerak? Menga xushomad qilishing mumkin. Jasmin. Qanaqa Jasmin? Ayguz demaysanmi? Ha, Ayguz. Ha. Sen bilan anchadan beri bitta bankda ishlaymiz. To'g'ri, ish o'z yo'lida davom etaveradi. Avval o'tgan ajdodlarimizni hayotda o'ziga mos bo'lgan erkaklar ovqat topib kelish uchun ko'chaga chiqib ketgan. Nimalar deb valdiryapsan? Ayguz bilan bog'liq gaplarni gapir. Unga nisbatan nima his qilayotganingni ayt. Ha, to'g'ri. Ha. Ayguz. Menga ko'zlaring juda yoqadi. Ayniqsa burning, qosh va sochlaring, qaddi qomat. И особенно две... Ay! Qo'llar. Hali uylanmay turib, haddingdan oshmayapsanmi? To'g'ri aytding. Sal xayolga berilibman. Ha. Lekin yomon niyat qilganim yo'q. Bildim. Bu dunyoda qanchadan beri yashayotganimni bilasanmi? Yo'q. Hozir nechanchi yil? 2023. Demak, taxminan 2000 yildan oshgan. 2000 yil? Bundan chiqdi kamida 25 marta nafaqaga chiqqan ekansan-da. Qoyil. Zo'r. Shu vaqt ichida har xil insonlarning orzusini amalga oshirdim. Ammo sen kabi qalbi toza odamni hali sira uchratmaganman. Yo'q. Доспал? Полегче? Ой, прости. Это вино и твои слова мне голову скружили. Mehribon va pok yuraging uchun olamiz. Nima? Mehribon va pok yuraging uchun olamiz. Shu gapni Ayguzga aytaman. Quyoshim meni. Buni zudlik bilan uylantirish kerak.
Oyi! 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 Sizga nima bo'ldi? Oyi, turing! Bon appetit, Ayguz. Rahmat. Salom. Stulni olsam bo'ladimi? Yo'q. Band. Kechirasiz. Yana kimdir kelish kerakmi? Yo'q. Nega stulni berib yubormading? Xohlagan ishini qilaveradimi? Bugun stul so'rasa, berib yuborsak, ertaga yana bez bo'lib kelib, stolni so'raydimi? Barakalla, shunaqa hazildan yana bitta ayt. Qadim zamonda, Qanaqa zamon? Yaqinroq davrdan gapir. xullas, bo'ri bilan tulki yashagan ekan. Bo'ldi, hazilni Shu to'xtat. bilan ertak tugadi. Xudoyim. Ajoyib restoran ekanmi? Ha. Eldos. Nega javob bermayapti? Bolakay, sen shu yerda kutib tur. Xavotir olma, hammasi joyida bo'ladi. Qo'shiq aytishni ham bilaman. Rostdanmi? Do'st bo'l. Seni umuman bilmagan ekanman. Men uchun kuylab berasanmi? Xayolingga ham keltirma. Hech hamda. Iltimos. Kerakmas. Birdan tomog'im og'rib qoldi. Bahona qilma. Bir qator bo'lsa ham. Hech qachon rozi bo'lma. Iltimos aytib ber. Hozir. Qayoqqa ketyapsan? Ana bu yerda bir qiz o'tiribdi. Shunga imkon bo'lsa, bitta qo'shiq aytib bermoqchi edim. Hozir boplaymiz. Жаным маған дарасын, торып сезім қаласын, теңеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласын, емдейтін земдеп жүрсем, жүрегімнің жарасын, аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдың. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдың. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдың. Rahmat. Do'st bo'l. Nega avval shunaqa yaqin bo'lmaganmiz? Bilmasam. Sevishingni ayt. Imkon tug'ildi. Bo'la qol. Ayguz. Senga bitta gap aytmoqchiman.
Aygu, senga bitta gap aytmoqchiman. Cho'zilmasdan gapirsang-chi. Ayguz, menga juda yoqasan. Sen uchun hammasiga tayyorman. Kechirasiz. Asqar va Ayguz sizmi? Ha. O'zingiz kim bo'lasiz? Politsiya katta ofitserim. Sizga bir necha savolimiz bor. Biz bilan yuring. Tinchlikmi o'zi? Bu haqda bo'limda bilib olasiz. Yuring, ketdik. Bunaqa bo'lishini kutmagandim. Politsiyaga nega keldik? Shu ham savolmi? Ayguzni qutqarish kerak. Do'st bo'l. Kutaverib charchadim. Qolgan tilaklaringni aytganda meni qo'yib yubor. Yo'q. Avval Ayguz qay ahvolda ekanini bilishim shart. Yoki o'zing bilib kel. Bo'pti, shu yerda kut. Deportatsiya qilsa bo'lmaydimi? Vaqt ketyapti-ku. Yana kutib charchadim deysan. Hammasi chalkashib ketdi. Iltimos, yana bir marta tushuntiring. Bu yigitni taniysizmi? Ha, taniyman. Ismi nima? Eldor. Sizga kim bo'ladi? Bitta bankda ishlaymiz. Ha. Bu fuqaro bankingizning mijozlarini hisob raqamidan pul yechib olishini bilasizmi? Millionlab. Eldormi? Qanaqasiga axir? Yo'li juda oson. Mijozga aloqaga chiqib, aslida yolg'on bo'lgan ma'lumot tarqatib, ularni chuv tushirgan va hisoblaridan pul yechib kelgan. Ayguz, kompyuterim qotib qoldi. Senikidan foydalanib tursam bo'ladimi? Ha, bemalol ishlataver. Bitta joyni xodimi bo'lsak. Gap yo'q, rahmat. Unutmayman. Ayguz, nimani o'ylab qoldingiz? Bu ishga umuman aloqam yo'q. Xo'sh, ichkarida nima gap? Eldor deganlari g'irt o'g'ri ekan. Eldor? Har doim ablahligini sezib yurardim. Lekin Ayguzning nima aloqasi bor? Hozir aniqlashtiraman. Nega shuni ham bilib kelmading? Hammasini so'rab olishing kerakmi? 2000 yoshda bo'lsang, kallang ishlat. Kechir. Albatta, aloqangiz bor. Mijozlar hisob raqami sizni kompyuteringizga ulangan. Demak, siz ham jinoyatga sheriksiz. O'zingizni beayb qilib ko'rsatishga urinmang, foydasi yo'q. Qo'limizda barcha dalil isbotlar mavjud. Maslahatim, hammasini o'zingiz aytib berganingiz ma'qul. Gapim tushunarli bo'ldimi? Albatta tushunarli. Rosa jonga tegdi-ku, ha? Nega qo'ng'iroq qilaveradi? Shundoq ham muomala qilib yotibdi. Qanchaga qamashlari mumkin? Taxminan 5 dan 7 gacha. 5 dan 7 gacha nima? Kunmi yoki yil? Har holda kun bo'lmasa kerak. Jasmin. Ikkinchi tilagim nima ekani ma'lum bo'ldi. Nahotki o'sha kun keldi. Gapir. Istagim Eldor bilan Ayguz ikkalasi Cho'zmay gapirsang-chi. Gapimni bo'lmay turgin. Achchiq ichakdek cho'zyapsan-da. Hayolimni buzib yuboryapsan. Bo'ldi, Axir bo'ldi. o'ylayapman-da. Kutyapman. Eldor bilan Ayguz to'liq oqlanishsin. Aytsa bo'larkan-ku.
Mana, olib keldim. Foizlar ham shuning ichida. Senlardan boshqa qarzim qolmadi. Eldor, barakalla. Aytgan va'dangda turding. Senga bitta savolim bor. Nima haqida? Tushunmadim, nima bo'ldi? Pullar qani? Xuddi shu haqida sendan so'ramoqchi edim. Yo'q. Men o'yindan chiqdim. Menga bunaqa fokuslaring o'tmaydi. Eldor, shoshma, o'zingni bos. Menga pul kerak emas. Do'stbol degan yigitni taniysanmi? Ha, kasbdoshim. O'shani yonimga olib kel. Nega endi? Hozirmi? Albatta, xuddi shu onda. Menda ayb yo'q deb aytdim-ku sizga. Yolg'on gapirmang. Barcha dalillar mavjudligini aytdim. Tan olganingiz ma'qul. Aks holda o'zingizga yomon bo'ladi. Shef, qizni qo'yib yuborish kerak. Nega? Bankdan qo'ng'iroq qilishdi. Xatolik yuz berganmish. Hamma pul joyida turganmish. O'g'li yo'q ekan. Eldor, o'tir. Senga bitta voqea aytib beraman. Dadam dehqonchilik bilan shug'ullangan. Bir kuni u yerdan chiroq topib oladi. Uni ish qalagan ekan, ichidan jin chiqibdi. Xo'jayin. Va u dadamdan 3 tilak aytsa, bajarib berishini aytibdi. Jin boylik so'ragan dadamni badavlat kishiga aylantiribdi. Ammo otam sira to'ymay qayta talab qilaveribdi. Yillar o'tgach, dadam og'ir kasal bo'lib yotib qolgan. O'shanda men yosh bola edim. O'lim to'shagida yotgan otam jindan sog'lik so'ramabdi. U o'tgan hayotidan mamnun ekani, 3-tilak sifatida o'g'li, ya'ni men 70 yoshga to'lgunimga qadar yordam berishi kerakligini aytadi. O'shandan beri chiroqni quli yonimda yuradi. U barcha orzularimni amalga oshirib keldi. Ertaga roppa-rosa 70 ga to'laman. Mabodo jin meni tashlab ketsa, hammasi tugaydi. Shu sabab umid bilan boshqa chiroq izlayapman. Mana uzoq kutilgan kun yetib keldi. Tushunyapsanmi? Ha, demak ertaga tug'ilgan kuningiz ekanda. Tabriklayman. Eldor, g'alcha emasmisan mabodo? Meni ko'rmasa qanday tushunadi? Aygus, rosa xavotir oldim. Aygus, rosa xavotir oldim. Uzr so'rayman. Eldor qo'ng'iroq qildimi? Unda muhim gapim bor. Birga boraman. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Eldor? Do'stbol, jin yoningda turibdimi? Как он это понял? Потому что у него тоже есть джин. Ha, u shu yerda turibdi. Demak, barcha tilakni hali aytishga ulgurmabsan-da. 3-tilaging jin ko'zasiga qaytib kirishi bo'lsin. Endi u ko'za menga tegishli. Ko'zani olmasak bo'lmaydi. Hayotim to'liq o'sha bilan bog'liq. Ayt, nima qilay? Tilakni bildir. Uni bajo keltirsam, shunda ozod bo'laman. Bu haqda o'ylamagandim. Tayyor emasman. Do'stbol. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Do'stbol, kim bilan gaplashyapsan? Aqldan ozganmisan? Jim tursin. Aygus, iltimos biroz chidagin, xalaqit beryapsan. Aygus, kechir. Senga bitta narsani aytib berishim kerak. Eldor, hammasidan xabarim bor. Ilojim yo'q edi. Shunday qilishga majbur bo'ldim. Eldor!
Ovozingni o'chir. Hech qanaqa tilak aytmayman. Sizdan ham, jiningizdan ham qo'rqmayman. Qanaqa baquvvat jin turganini ko'rmayapsan-da. Juda kuchlimi? Senga ikkita keladi. Bor. Aytishga majbur qil. Xo'p bo'ladi. Kelyaptimi? Bo'pti, olishamiz. Do'st bo'l. Eldor, janjalni bas qiling. Eldor, tuzukmisan? Yuzim og'ridi. To'xta. Aks holda sindirib tashlayman. Yo'q bo'lib ketasan. Jasmin, 3-tilagim. Jim bo'l. Yo menga, yo hech kimga. Jasmin, ozod bo'l. Bu meni 3-tilagim. Rahmat senga do'st bo'l. Junus og'a, tug'ilgan kuningiz bilan. Nima qilib qo'ydim? Robba rosa 70. Uzoq umr ko'ring. Bilsangiz, menda ham sovg'a bor. Mana. Вот как я буду тебе подчиняться. Что стоишь? Увези меня. Endi to'la ozodman. Eldor, hammasi joyida. Seni sevaman. Ayguz, men nima qilaman endi? Alo? Oyim? Oyi, meni kechiring. Bor yo'g'i 3 dona tilak bor edi. Ularni bekorga ishlatib qo'ydim. Kamiga men bilan ishi yo'q odamlar uchun. Tuqqan onam haqida esa o'ylamabman. Oyi, kechiring meni. Kechiring. Judayam yaramas o'g'il bo'ldim. Iloji bo'lsa, mendan xafa bo'lmang, aybimni kechiring. Oyi. Uzr, bemorga kim bo'lasiz? O'g'liman. Doktor, onamga nima bo'ldi? Shunchaki tinchlik kerak. Ertaga javob beramiz. Biroz qonlari kam ekan. Qon kam? Xabarim yo'q ekan. Imkon bo'lsa, ko'proq meva yeganlari ma'qul. Rahmat sizga, chin dildan. Nima uchun? Kamqonlik uchun minnatdorman. Aha. G'izillagancha borib, mevalar olib kelaman. Rahmat. Salomat bo'ling. Do'st bo'l. Jasmin? Jasmin! Jasmina! Kechir, xatolik bo'ldi. Do'st bo'l, adashmagan ekanman. Qalbi daryo yigit ekansan.
Meni ozod qilganing uchun rahmat. Aksincha, senga rahmat, Jasmin. Aka? Bu kim? Tanish, Jasmin. Shoshma. To'xta. Ukam seni ko'ryaptimi? Ko'zlarim ochiq shekilli. Xuddi sendek insonga aylandim. Maqsadim shu bo'lgandi. Kennoyim emasmi? Balki tanishtirarsiz. Bemalol. Tanishing. Eldos, Jasmin. jurnal muqovasidagi qizlarga o'xsharkan. Eldos, ming'irlamay ovozingni o'chirgin. Qayoqqa ketyapsiz? Do'konga bormoqchimiz. Birga borsam maylimi? Albatta. Yur biz bilan. Ana, ukam, sen bir aylanib kelgin. Juda chiroyli ekan. Akamni nimasini yoqtirgan ekan, ha? Demak, do'stlar, mahkumlar o'rtasidagi musobaqa davom etadi. Bugun 33-koloniya yigitlari 15-guruhga qarshi o'ynamoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, o'yin shiddat bilan davom etyapti. Hisob hozir Tezroq bo'l. 28-28. 15-koloniya o'yinchisi qoidani buzdi. Hakam jarima to'pi belgiladi. Hammasi joyida. Xavotir olma. Agar hozir 33-guruh ishtirokchisi to'pni aniq tashlaydigan bo'lsa, og'ayni bos, senga ishonamiz. Ular g'olib bo'lishadi. Eldor, tez yonimga kel. Menga qara. Do'sting to'pni tushira olmasa, qamoqdan bir hafta emas, bir oydan keyin chiqasan. Tushundingmi? Bo'ldi, tushundim. Bor. Do'st bo'l. Yordamga kelganing uchun albatta rahmat. Hozir menga aytishdiki, mabodo to'pni xato otadigan bo'lsang, ishim chatoq ekan. Tushunyapsanmi? Og'ayni, asabga tegma. Bo'pti, ikkilama, bos. Demak, 33-guruh vakili to'pni otishga shaylanyapti. Qoyil! To'p savatda! Va o'z jamoasiga muhim g'alabani olib kelmoqda. Tabriklaymiz! To'g'risini ayt. Hozir ham yordam berib yubordingmi? Sira unaqa emas. Yo'q. Demak, o'z kuchim bilan. Barakalla. Rahmat. Jasmin. Mendan 1975 yilga katta bo'lasanmi shunda? Dahshat. Sevgi yosh tanlamaydi. To'g'ri-ku, lekin bunaqa bo'ladi deb sira o'ylamagandim. Shoshma. Ertaga birdan qarib qolmaysanmi? Bilmayman. Ko'ramiz. Senga juda ko'p savollarim bor. Aytchi, Chingizxon qayerga ko'milgan? Qaysi yili o'lgandi? Taxminan 1200. Bilmas ekanman. O vaqtda ko'za ichida o'tirgandim. Aqlli qizcha bo'lib degan. Ko'zada o'tirganmish. Bekorga sang'ib yurmasdan odob saqlagansan-a? Haqiqiy farishtani o'zginasi.
Aytgancha. Yana 3 ta tilaging bo'lsa, nimani so'ragan bo'larding? Yana 3 ta orzu bo'lsa, birinchisi butun dunyoga tinchlik. Ikkinchisi, olamdagi hamma insonlar boy bo'lsin. Hech kimda hech qanday muammo bo'lmasin. Uchinchisi esa barcha baxtli bo'lsin. Lekin bularni sendan so'ramayman. Ularni faqat yaratgan bajo keltiradi. Barakalla.